Qanaqa gul deb o'ylaysan buni? Dada, amaki, hozir Instagramda hamma trend olyapti, bizlar ham olaylik. Qanaqa trend? Hozir ko'rsan. Yetar endi shuncha qalbimga ozor berganingiz, dada. Qalbingga ozor berdimmi? Ha. Bu hali holva. Men san dadangmasman. Dadangman degansiz-ku. Dada bacha vaynlarda bo'ladi. Senyorita. Yo bani Rayim. Oyga qarasam oy yolg'iz. Yerga qarasam sen yolg'iz. Qachon uylanasan, yaramas? Ne uyaltiriz qo'yishni? Ana, qalay chiqdi? Bo'lmaydi bacham, bizlar yoshimizga yarashmaydi. Men uyga kira olmayman. Unda bitta boshqa zo'ri bor, shuni olamiz. Qanaqa? Kechir meni do'stim. Bor yo'qol. Men bilan urush qilmoqchimisan? Joyingni ayt, men boraman. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli. Men bu bilan bo'lganim bo'ldi. Kapak, qarzingni bermasang, gazingni beraman. Yo, onangim gur, Rahim Kalabush qarzini so'rasha uyima kelibdi. Bu yer Rahim Kalabush kelibdi, meni yo'qdi qarzini so'rab kelganlar. Patardamang, berak keling. Siz meni aytolmay ayting, men o'zim boplayman. Rostmi? Ha, damlar keling. Ha, Kelin yaxshimisiz? U suygami? ishdalar. Men qarang, kelin 1 yil bo'ylabdi erizni 10 million so'm qarz olganiga. Ho'li bergani yo'q. Hozir kelinglar, o'tirib turing. Yani kim edi? Yig'lab ko'nglimni. Ha, Rahim Kalabush. Ushladimmi seni? Sen meni ushlamading, men seni ushladim. Ha, Rahim Kalabush. Men uyda yo'qmat xotinim bilan nima qilamsan? O'ylagan qarzimni so'rab keldim. Aldama, xotin. Kesingmi? Kesing. Nimani kesasizlar? Qarzing so'rab kelgan uchun tilini kesamiz. Ha, tilini emas, qulog'ini kesaman xotin. Kesing. Burnini kesaman xotin. Kesing. Oyog'ini kesaman xotin. Menga qaranglar. 10 million qarzimdan voz kechdim. Aniqmi? Menga qara. Pul ham berasan. Pul ham beraman. Faqat meni tinch qo'yinglar. Tamam, tur yo'q bir qayt ko'rmagan edim. Albatta. Dadasi, reja qanday bo'ldi? Reja ham bilaman, kesik reja bo'ldi xotinlar. Yig'lama muhabbatim yig'lama.